Eron delegatsiyasi Tramp tahdidlaridan so'ng AQSh vakillari bilan muzokara joyini tark etdi. Eronlik delegatsiyachilar Donald Trampning tahdidlaridan so'ng Qo'shma Shtatlar vakillari bilan uchrashuv joyini tark etdi. Bu haqda Tasnim agentligi o'z manbalariga tayanib xabar bermoqda. Jamoa norozilik belgisi sifatida muzokaralar o'tkazilayotgan joyni tark etgan, dedi agentlikning delegatsiyasiga yaqin manbasi. Ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda muzokaralar to'xtatilgan va ularning keyingi taqdiri noaniqligicha qolmoqda. Shu bilan birga Eronning Qo'shma Shtatlardan o'zaro anglashuv memorandumining birinchi bandini bajarishini, ya'ni o'zaro tahdidlarga yo'l qo'ymaslikni qat'iy talab qilayotganini bildirmoqda. Oflarning xabar berishicha, texnik maslahatlashuvlarning birinchi bosqichi yakunlangan. Maslahatlashuvlar vositachi davlatlar Pokiston va Qatar ishtirokida Shveysariyaning Byorgenstock shahrida yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tgan. Ta'kidlanishicha, Eron muzokara guruhi a'zolari uchrashuv davomida qo'l siqib ko'rishish va birgalikda suratga tushishga qarshi chiqqan. Avvalroq Donald Tramp Hormuz bo'g'ozi yopilgan taqdirda Eronni yer bilan yakson qilish bilan tahdid qilgan. Amerika prezidentining ishontirishicha, agar kerak bo'lsa bo'g'ozni egallab olishi ham mumkin. Shuningdek, u agar Hizbulloh muammo tug'diradigan bo'lsa, AQSh qurolli kuchlari Eronga zarba berishini ma'lum qilgan. Eron va AQSh 18-iyunga o'tar kechasi 28 fevralda boshlangan harbiy mojaroni yakunlashni ko'zda tutuvchi memorandumni masofadan turib imzolagan. Tramp Qatar sovg'a qilgan $400 million uchar qasrni ko'z-ko'z qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Qatar sovg'a qilgan yangi Boeing 747-8 samolyotini jamoatchilikka namoyish etdi. U yangi laynerni uchuvchi oq uy deb atab, uning hashamati va zamonaviy imkoniyatlarini ta'kidladi. Qiymati qariyb $400 million bo'lgan samolyot prezident foydalanishi uchun maxsus jihozlandi. Unda xavfsizlik tizimlari va maxsus uskunalar o'rnatilishi uchun qo'shimcha katta xarajatlar ham ko'zda tutilgan. Trampning aytishicha, bu samolyot AQSh prezidenti transporti darajasiga mos va dunyodagi eng nufuzli havo kemalaridan biri bo'ldi. Biroq Qatar tomonidan berilgan bunday qimmat sovg'ani qabul qilish AQShda bahs-munozaralarga sabab bo'lgan. Tramp Eronga tahdid qildi: Hormuz yopilsa, mamlakatingizdan ayrilasiz. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronni Hormuz bo'g'ozini ochiq saqlash va Livandagi proksi kuchlari, jumladan Hizbulloh harakatlarini to'xtatishga chaqirdi. Aks holda Tehronga nisbatan yana og'ir zarbalar berilishi mumkinligini ma'lum qildi. Fox News muxbiri Trey Ingisga bergan intervyusida Tramp agar Eron Hormuz bo'g'ozini yopsa, uni yo'q qilib yuboramiz, hatto o'z yurtingizga ham qayta olmaysiz degan. Uning ta'kidlashicha, Hormuz bo'g'ozi orqali kuniga qariyb 19 million barrel neft tashiladi va zarurat tug'ilsa, AQSh bo'g'oz ustidan nazorat o'rnatishi mumkin. Shuningdek, Tramp Erondan Livandagi Hizbulloh va boshqa proksi kuchlar faoliyatini jilovlashni talab qilgan. U agar bu harakatlar to'xtatilmasa, Eronga o'tgan haftagidan ham kuchliroq zarba beramiz deb yozdi. Bundan tashqari, Tramp Suriya prezidenti Ahmad al-Sharaga Livan janubida Hizbullohga qarshi kurashda ishtirok etish vakolatini berish masalasini ham ko'rib chiqayotganligini ma'lum qildi. U shuningdek AQSh va Eron o'rtasidagi anglashuv memorandumi doirasidagi 60 kunlik sulh va muzokaralar muddati faqat bir imkoniyat ekanini, muddat tugagach esa Washington o'z qarorlarini mustaqil qabul qilishini bildirdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr salomat bo'ling.